bu joy haqida sizlarga aytib bermasam bo'lmaydi. Salyutli, musiqali fontan, noodatiy va juda ham mazali bo'lgan ovqatlar va mana shu go'zal atmosferada o'tirish sizga unutilmas emotsiyalarni taqdim qilishi aniq. Arrows and Sparrows kafesining terrasasi kechki ovqat uchun ideal joy. O'zi bu yer har xil steyklari bilan ko'pchilikni qalbidan joy olgan. Mana machete steykdan boshlab bordim. Keyin menyuga yangi qo'shilgan отбивной go'shtini ham yeb ko'rdim. Go'sht juda ham yumshoq, marinovkasi ham zo'r bo'pti. Xolovchilar uchun noodatiy usulda pishirilgan farel balig'i. Sirli batonchiklar bilan zo'r ketdi-yu. Salatlarini etmaysizlarmi? Bu salatlarini esa boshqa joydan uchratish qiyin. Arrows and Sparrows kafesi Toshkent City'ning markazida joylashganligi uchun terrasasidan juda ham zo'r manzara hosil bo'ladi. Har juma va shanba kuni otiladigan salyutni ko'rish uchun ham bu terrasa ideal joy. Yaqin insoningizga unutilmas kunni hadya qiladigan zo'r joyni ko'rsatdim. Buning uchun bitta like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Arrows and Sparrows ertalab 9 dan kechki 11 gacha ishlaydi. Adresi Toshkent City'ning markazi. Hiltonning shundoq ro'parasi. Kechki sayrga kim bilan chiqish xohlaysiz? Buni o'zlariga yuborib qo'ying.